Hududlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasi, shuningdek, Xavfsizlik kengashi yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan uchrashuv va seminarlar tashkil etilyapti. Hozirgi lavhamiz Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi ana shunday jarayonlardan tayyorlangan. Mazkur konseptual murojaatnomada Prezidentimiz mahallaning xalqni birlashtirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va jamiyatda birdamlikni mustahkamlashdagi o'rni beqiyos ekanini ta'kidladi. Zarbdor tumani faollari, yoshlar, nuroniylar ishtirokida o'tgan tadbirda ham viloyat ishchi guruhi vakillari yurtimizni yaqin istiqboldagi rivojlanish strategiyasini qamrab olgan mazkur murojaatnoma mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tdi. Barcha islohotlarning markazida inson manfaati turishi, barcha islohotlarni avval boshini mahalladan boshlash kerakligi, har bitta xonadonda tirikchilik manbaining mavjud bo'lishi va shu orqali har bitta xonadonning turmush darajasi farovonligini oshirish. Oila farovon bo'lsa, barqaror bo'lsa, to'q bo'lsa, mahalla barqaror bo'ladi. Bizning maqsadimiz endi mana shu murojaatdan kelib chiqib xalqimizga, demak, sharhlab o'sha xalqimiz tilida yetkazish bu bizning vazifamiz deb bilaman. Shuningdek, uchrashuvda Prezident raisligida shu yilning 13-yanvar kuni o'tkazilgan Xavfsizlik kengashida ko'tarilgan muhim masalalar haqida ham gap bordi. Ma'ruzada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning armiya xalq bilan bir tanu bir jon g'oyasi mazmun mohiyati, ya'ni qurolli kuchlar xalqdan ajralgan tuzilma emas, balki uning himoyachisi, manfaati va taqdir bilan chambarchas bog'liq tizim ekanligi qayd etib o'tildi.